Xatnadan keyin bolalarni qanaqa parvarish qilishni man sizlarga hozir qisqacha tushuntirib qo'yaman. Hammaga foydali bo'lsa xursandmiz. Demak, birinchi navbatda aytamizki, parvarishiga e'tibor berish kerak. Buni bulbulini dori-pori bitkazmaydi, organizm o'zi bitkazadi. Farqi yo'q, qanaqa turdi, qanaqa dorilarni qilishinglarni, eng muhimi to'g'ri parvarish qilinsa bo'ldi. Men tavsiya qilaman, xatna bo'lgan bolalarda birinchi 5 kun cho'miltirmaslikni, quruq yara deymiz. Faqatgina betadin 3-4 tomchi 3-4 mahal tomizib tursanglar kifoya qiladi. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Noto'g'ri harakatlar qilib bulbulni qirib qonatib qo'ymaslik, terisi ustiga kelib qolmasligi uchun noto'g'ri o'tirib qo'ymasa bo'ldi. Ikkinchi 5 kunligimiz 6-kundan 10-kungacha betadin to'xtaydi. Uning o'rniga 2-3 tomchi 2-3 mahal yog' qo'shiladi va bir kunda bir mahal vanna chiqadi. Ramashkalimi, margansovkalimi agar bo'lsa yoki endi cheredalimi farqi yo'q. 10-15 daqiqaga bir kunda bir mahal o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari ko'p cho'miltirish tavsiya qilamiz. Qancha ko'p cho'milsa bola yuvilib, chayilib tushib ketadi. Xudo xolasa o'rtacha 10 kunda bulbuli yaxshi bo'lib bitib ketadi. Agar shularga rioya qilsanglar.